bugungi kunda prezidentimiz tomonidan yoshlarni kitob mutolaasiga qiziqtirish, ularni ma'naviyatini yanada yuksaltirish maqsadida kitob musobaqalari o'tkazilmoqda. Bu nafaqat yoshlar o'rtasida, balki biz harbiylar o'rtasida ham bu keng targ'ib qilinmoqda. Mana bugun Quvasoy shahar kutubxona markazida harbiy xizmatchilar, chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari o'rtasida eng yaxshi kitobxon musobaqasi o'tkazildi. Bundan ko'zlangan maqsad qanaqadir musobaqa emas, balki yoshlarimizni, harbiy xizmatchilarimizni bilim salohiyatini yana bor sinovdan o'tkazish, ularni kitob o'qishga, kitob mutolaasiga yanada qiziqishini orttirish. Bu qolgan harbiy xizmatchilar va yoshlarimiz o'rtasida yana ham targ'ib bo'lishiga olib keladi va bu sabab bo'ladi. Bugungi kunda yoshlarimiz o'zbek va jahon adabiyotiga juda ham katta qiziqish bilan kitob mutolaa qilishmoqda. Quvasoy shahar kutubxona markazi bilan ham bizning hamkorligimiz bor. Doimiy harbiy xizmatchilarimiz kelib, bu yerda kitob mutolaa qilishadi va o'zlarini qiziqtirgan mutolaa masalasidagi savollarga mutaxassislardan kerakli javoblarni olishadi.